Ustalarda yashirin siri ochildi do'stlar. Qaranglar, xuddi shu ko'rinishda mashina qilib sepib chiqisharganda, bu qurigandan keyin yana 2 kilo sepisharkan do'stlar. 2 kilo sepgandan keyin xuddi shunday so'ri, tapchan karavotlarda optim narxlarda sotib soqa qilishyapti ekan do'stlar. Qaranglar. So'ri tapchalarni qabristoniga yetib kelganmiz do'stlar. Xuddi shu materiallarni eng kami 1 yil saqlashar ekan, ya'ni qup-quruq bo'lar ekan do'stlar. Oyoqlariga yong'oqdan foydalanishar ekan, polni qolgan joylari sasna bo'lar ekan do'stlar. Xuddi shu ko'rinishda lagalarni ham eng kami 5 tadan tashlab berishar ekan, baquvvat bo'lar ekan do'stlar. Laklarini 3 kilo sepishar ekan, mo'yshi bo'ladi, yuvib ishlatsangiz bo'laveradigan bo'lar ekan. Razmerlari keladigan bo'lsa 2,5 ga 3 razmerda bo'lar ekan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor ekan do'stlar. Narxlarini 3,350,000 so'mdan 3,650,000 so'mga qilib berishar ekan. Narxi xuddi shu gullarga, fasollariga qarab turib narxi o'zgarib ketaverar ekan. Razmerdan muammo yo'q. Xohlagan razmeringizda tayyorlab berishadigan bo'lar ekan. Kimgadir shunaqangi so'ri, tapchan, karavotlar qilsa bo'ladigan bo'lsa, videoda pastga nima qo'yaman, aloqaga chiqsangiz O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor.